Assalomu alaykum. Hurmatli O'zbekiston xalqi. Men Shofirkon tuman ko'p tarmoq markaziy poliklinikasining rahbari Hamroy Abdul Azamichman. Mana bu shu yilda mana muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan yaqinda tibbiyot birlashmani yangi ko'rkamli 5 etajlik tibbiyot maskanini ochdik. Bunga shaxsan hurmatli muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan bu narsa ro'yobga chiqdi. Bunga qolaversa tuman hokimimiz va viloyat hokimlarimiz ham alohida ishtirok etdilar. Sog'liqni saqlash vazirlarining o'zlari hurmatli Rasulbek Xudoyorov o'zlari shaxsan taklif qilinganda o'zlari kelib ochib berdilar bu yerni. Mana bu yerda shu hozirgi vaqtda tibbiyot birlashmada qilinadigan ishlarimiz masalan yangi binoda operatsion bloklari, tug'ruq komplekslari, travma bo'limlari, rentgen bo'limlari va bu yerda zamonaviy eng zo'r jihozlar, chet el jihozlari olib kelindi. Hozirgi vaqtda operatsiyalar ham xuddi shuni o'zida o'tkazilyapti. Qolaversa mana hozir yaqinda prezidentimizning tashabbuslari bilan sog'liq saqlashga juda ham katta e'tiborlar bor. Bu bo'yicha ham ancha-muncha ishlar oldinga ketgan. Mana bu tumanimizda tibbiyot sohasida 3,5 mingga yaqin shu tibbiyot brigadalari ishlashadi. Va ular mana hozirgi vaqtda tunu kun shu aholimizni sog'lik, salomatligi uchun kurashadi. Bu ayniqsa 24 ga 7 desak ham bejiz bo'lmaydi. Aholimizga xizmat ko'rsatish, sifatli xizmat ko'rsatish bo'yicha yangi binoda ish olib borilyapti. Va qolaversa mana bu hozirgi vaqtda bugungi, ya'ni har masalan yilning 2-yakshanbasida tibbiyot sohalarini bayram bo'lib, ertaga 9-noyabr kuni buni xalq orasida juda ham katta nishonlash arafasidabiz. Hokimlik tomonidan qolaversa hurmatli hokimimiz Alisher Abdullayevich tomonidan tashkillashtirilgan bayramda ham erta qilmoqchimiz. Bunga qolaversa mana tibbiyotda yaxshi o'z ishi bilan ishini ko'rsatgan faxriylarimizga va ish faoliyatidagi yaxshi ko'rsatgan ustozlarimizga faxriy yorliqlar, ularga ajratilgan sovg'alar ham tayyorlangan. Kasb bayramlari bilan ertaga shaxsan hokimimiz o'zlari tabriklamoqchilar. Bugungi kunda shuncha brigada 3,5 mingta tibbiy brigadamizda aholiga masalan tunu kun xizmat ko'rsatadigan malakali shifokorlarimiz mavjud. Patronajlarimiz, o'rta maxsus tibbiyot xodimlarimiz tunu kun xizmatda bo'lishyapti. Qolaversa bugungi kungi bayram bilan shaxsan o'zim tabriklamoqchiman. Kasb bayram bilan xalqimizga ezgu yo'lda xizmat ko'rsatayotgan ustozlarimiz, shifokorlarimiz, hamshiralarimiz, patronajlarimizni shaxsan o'zim tabriklamoqchiman. Ularni kelgusi ishlariga sihat salomatlik, yaxshi faoliyat ishlariga omad va nafaqa yoshlarga chiqib el ardog'ida bo'lgan shifokorlar bo'lishini xohlab qolaman. Qolaversa mana bu yerda o'zi ishlab kelayotgan keksa yoshdagi faxriy ustozlarimiz bor. Qolaversa tuman tibbiyot birlashmasining rahbari Furqat aka Qahhorov, aktyor ginekolog Mahmudova Dilorom, nevropatolog Murodova Laylo, masalan markazda ishlab keladigan Hasanov Laziz, bularga ham alohida o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Ular tunu kun xalqimiz uchun yaxshi ishlab shu xizmatda bo'lishlari uchun biz ular xizmatdamiz. Hammalaringizni tabriklayman.